Buyrak va jigaringizni zo'r tozalab beruvchi 5 ta mahsulot. Agar jigaringizni tozalamaydigan bo'lsangiz, ozish jarayoni qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Birinchisi lavlagi. Qonni eng kuchli, tez tozalovchi tabiiy mahsulot hisoblanadi. U jigarda maxsus fermentlarni faollashtirib, organizmdan toksinlarni 2 barobar tezroq chiqarib tashlaydi. Ikkinchisi sarimsoq piyoz. Uning bir muhim jihati shundaki, uni ertalab och qoringa yeydigan bo'lsangiz, jigar faoliyatini zo'r tozalab beradi. Undan tashqari, buyraklarni faoliyatini 30% ga kuchaytirib beradi. Uchinchisi va ko'pchilik e'tibor bermaydigani bu limonli suv. Agar ertalab och qoringa limonli suvni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, u jigarda o't suyuqligini ishlab chiqarishni faollashtiradi, zaharli yog'laringizni parchalashga yordam beradi va shu bilan birgalikda buyraklarni yaxshi tozalaydi. To'rtinchisi zarchava, ya'ni kurkuma. Tadqiqotlarga ko'ra, u shikastlangan jigar faoliyatini qayta tiklovchi va undan tashqari, agar 14 kun davomida tinmay iste'mol qiladigan bo'lsangiz, buyrakdagi yallig'lanishlarni bemalol kamaytirib bera oladi. Beshinchisi va ko'pchilik kam baholaydigani bu kinza. Kinza ichaklar faoliyatini yaxshilaydi. Undan tashqari organizmda yig'ilib qolgan toksinlarni, metallarni haydab chiqaradi va shu bilan birgalikda jigar va buyrak faoliyatini yaxshilab beradi. Telegram yopiq kanalimda har haftada 2-3 marta jonli bepul darsliklar o'tib beryapman va bepul darsliklarimdan keyin bemalol bepul konsultatsiya olishingiz mumkin. Telegram kanalimga a'zo bo'lish uchun esa profilim shapkasidagi ssilkadan o'ting.